Safarning foydasini Hazrati Ali aytadilar. U kishining ta'riflari bo'yicha ziyorat, safar, har qanday ziyorat bo'lishidan qat'iy nazar, safar bo'lishidan qat'iy nazar odamdan g'am, anduhni ketkazadi. Tashvishlanib qoldingizmi, bir safarga chiqib keling. Bir yaqiningiz, ko'ngil tusagan odamni borib bir ko'rib keling. Imkoningiz yetsa borib bir dam olib keling. Yaxshi joylarga, so'lim joylarga borib. Ilmni hosil qiladi. Safarga chiqib ko'p narsa olasizda, to'g'rimi? Ko'rmagan narsangizni ko'rasizda. O'zingizni hayotingizga tatbiq qilasiz. Safar odamni odobga yo'llaydi. Qancha beodobni ko'rasiz yo'lda. O'shaning noto'g'ri ekanligini o'zingiz tushunib yetasiz. Yo'lda qancha yaxshi